Yo savollar ko'pda, men miyalar portlab ketyapti. Jarima ballari, 12 balli sistema, yangi narsa joriy qilindi. Mana radarlar orqali to'g'ri hammasi безопасность deb qilinyapti. Hamma narsa ko'p narushalar oldini olish uchun qilinyapti, lekin savol ko'pda. U savolga javobni bunday bir chiqib turib, ko'ryapmiz, Ichki ishlar vazirligi videolar qilyapti, boshqa, lekin tushunarsiz holatlar ko'pda. Mana misol uchun savollar beraman. Mashina meni nomimda bo'lsa, deylik 2-3 ta mashina bor misol uchun. U mashinani shopirlar haydaydi. Ertaga narusheniya fiksatsiya qilsa, farqi yo'q bo'yicha shopir. Avtomatdan menga ball yozilar. Endi 4 ta 5 ta mashinasi bor odam, har xil shopirlar haydayapti. Birdaniga 12 ball to'planib qolsa, qancha muddatda meniki lisheniya bo'lib ketadi prava. Ertaga men har bittasini o'tirib, o'zim kuzatib turib, ras, sen mana shopir, sen mana uni qilsan, sen mana bu narsani narusheniya qilsan, qabul qilgin deb bersam, u qabul qilmayman. Aka, to'g'ri tushuning, meni ham hozir prava lisheniya bo'lib ketadi desa, unga kim javob beradi? Mayli lisheniya bo'ldi ham deylik. Ertaga keyin pravaga imtihonni yangitdan topshirish kerakmi yo qanaqa bo'lish kerak? Unga kim javob beradi? Endi yuridik shaxslarda masalasi qanaqa bo'ladi? Bilamiz, taksi parklar bor, selvi, katta hozir mana rentkarlar bor, mashinalar berilyapti, taksi kompaniyalarida mashinalar bor. 50 ta, 100 ta, 200 ta mashina beradigan akalarni taniymiz. Ularda qanaqa bo'ladi masalan? Ya'ni yuridik shaxsda direktor o'tirib hammaga berib o'tirish kerakmi? Qanaqa bo'ladi? Mana shu joyini tushunmayapman. Ikki yuridik shaxsda qanaqa pravasini rishat bo'lmaydi? Yuridik shaxsda haydovchilik guvohnomasi bo'lmaydi-yu, misol uchun. U yuridik shaxsga tegishli bo'ladi. Mana shu savollarga ham javob. Nima bo'ladi? O ertaga nizolar ko'payadi-da, norozilik ko'payadi. Chunki tushunarsiz savollar juda ham ko'p. Hech kim tushuntirib bermayapti chiqib turib. Ichki ishlar vazirligimda bir anjuman yig'sin yoki bir mana bir GAIning rahbariyati bor, boshqa bor. Chiqib mana, davaychi savollar bormi? Har bitta savollarga javoblar berib, odamlar tushunsin. Ya'ni shunaqa pozitsiya bor, kimnidir jazolashdan oldin aniq nima uchun jazo olishni belgilab qo'yish kerak. Ertaga u mexanizmlari miyasida bo'lgandan keyin odamlarda недовольство ko'payadi.